Assalomu alaykum, Mobile ishqibozlari demak. Bugun ajoyib ultra mega open paklar bo'lishi kutilmoqda. Chempionlar Ligasida bugun dahshatli o'yin bor. Arsenal, Real Madrid. Mana bunda Real Madrid 87% ko'rsatgan. Arsenal 13%. Va buni hammasini o'ynab chiqdik. Va o'ynab chiqqanimizda bizga mana bunaqa 3 talik ochildi. Uchalaykdan bittasini tanlashimiz kerak ekan. Xo'sh, 5000 talik olmos, 102 dan 107 gacha futbolchi va 3 ta maskerani. Biz uchun qiziqroq bo'lish uchun biz 102 dan 107 gacha futbolchi tanlaymiz albatta. Harakina qo'shilibdimi? Qani ketdik, let's go. Bu birinchi open pakimiz. Minimalniy 102 Chempionlar Ligasidan. Qani 107 Rodrigomi? Hop. Voy, Chilimi bu? Sati Bayer Leverkusen. Kim bo'ldi bu? Stick. 5000 ta olmos olsak bo'lar ekan. Yoki 3 ta maskerani. Shuncha o'ynaganimizda bu juda qiyin o'yin edi. Shuncha o'ynaganimizga 102 tushdi. Yaxshi emas bu albatta. Mana bu yerda yig'ib qo'yibmiz ancha. Xo'p, nimalar berar ekan? Maskerani olmaslar. Bu albatta 2 ta maskerani 2100 ta. Yaxshi. Bugun extra time ham bo'ladi bizda. Extra time'ni birinchi bo'lib extra time'dan boshlaymiz. Bu bir hafta o'yinchi yiqqanimizga sovg'aga mana bu 4 ta o'yindan 102 tushganiga 107 berib yuborsa juda zo'r ish bo'lardi. Qani biz ancha bo'ldi ushlamaganimizga 107 ni. O'tgan hafta ushlaganmiz. Extra time do'stlar. Hammani kuttirgan. Bir hafta kuttirgan. Dahuya o'yinchi tiqilgan extra time 40,000 talik bugun ochamiz. Tekin akani ochib qo'yamiz buni albatta. Mana buni shuluttir berkmikin? Shuni olib qo'yamiz. Borussia Dortmund o'yinchisi. Mana bizning sevimli 40,000 taligimiz. 40,000 taligimiz. Bizning sevimli 40,000 taligimiz. Ketdi. Hop, qaramay turamiz. 4 talik. Kuchli 4 talik. Shu kuchli 4 talikmi? Kuchli 4 talik dedim. Kuchli 4 talikmi shu? Kim bular? Birortasini taniysizlarmi? Young, Legioni, Mbemmo, Blind. Oxirgi o'yinchi. Nomidek tushdi, xullas. Qaysini tanlash bilmaydi odam, ha? Bruce Dortmund, Blind. O'shani tanlaymiz. Mayli. 40,000 tada endi 40,000 tada bu. Yaxshi o'yinchi tushish kerak edi. Mayli, omadimizni paklardan sinab ko'ramiz. Endi FIFA bizga bermaydimi? Bitta omadimizni ishlatib qo'ydikmi? Prezident endi bermaydimi FIFA unaqa emasdi, FIFA.
Qani 3 mingtalik ochamiz do'stlar. 2 ta ochsak bo'ladi. 8 mingta. Bizda Jim tokeni bor. Xo'p, bular nima? Chempionlar Ligasi. Qani Chempionlar Ligasi? Bugun dahshatli o'yin bor do'stlar. Kim yutadi deb o'ylaysizlar? Real Madrid, Arsenal. Arsenal ham yaxshi, Real Madrid. Arsenal yutsa kerak. Nima deysizlar, Realchilar? Ko'ramiz dahshatli o'yinni. Mana Chempionlar Ligasidan boshlaymiz. Bizga Real Madrid o'yinchisi tushsa zo'r bo'lardi. Barselona yoki Arsenal. Faqat 107 bo'lsa zo'r bo'lardi. Qani ketdik. Birinchisi. Ikkinchisi, bonusli o'yinchi. Bizga iloji boricha maksimalni o'yinchi ber. Qani? Yana shumi? Qanaqasiga? Yo'q. Voy. Qanaqasiga ikkita? Kimga shu tushgani do'stlar? Kommentda so'kib tashlaymiz shu bolani. 2 marta ham tushadimi? 2 marta ham tushadimi? Ketma-ket. Bu mega omadlimi, omadsizlikmi yo? Beethovenni ochib ko'ramizmi? Beethoven Mozart kuylari. Ketdik. Bunda Nesta, Zidane, Schmeichel, Pirlo yo'q demasdik. Hoppa, ketdik. Bu Kolumbiya, Rami. Qanaqadir oq. Cuadrado. Cuadrado. Do'stlar, Cuadrado. Kimga Cuadrado tushgan? Necha marta tushdi? Kommentda yozinglar. Shu bolani ham nomiga yaxshi gaplar yozib ketinglar. Mana Zidanlar bor kuchsa bo'ladi. Nimaga? Yana pakimiz qoldimi? Xo'p, pakimiz qoldimi yana? Yo'q, yetmas ekan. Tak, mana bunda yo'q, bundan emas edi. Divizon Rivalsan alamiga 2,5 mingtadan ochib yuboraman hozir. Sizlardan shunaqa bo'lganmi? O'yinchi tushmaydi keyin. Free pakimiz bor ekan. 99 dan 107 gacha free pakimiz. Qani bundan tushib bor hech bo'lmasa. Tekin pak ketdik. Faqat yaxshiroq. Sam. Martins. Galatasaray o'yinchisi, 103. Xo'p. Yana qanday pakimiz qoldi? Yana bitta free pakimiz bor ekan. Bugun shuncha pak ochsak ham birorta yaxshi o'yinchi tushmadi. Qani, oxirgi umidimiz sensan. Fransiya goalkeeper Los Angeles De Gea. Lloris. Ha. Shuncha pak ochsak ham
Yana free pack qolmadimi? 1000 taga 2,5 mingta olamiz. Ber bizga. Yana bitta pak ochamiz. Tushmaguncha pak ochamiz. Xo'sh, qaysini ochsak bo'ladi bizda? 2,5 mingtalikka bu bor. 4 mingtalikka bu bor. Sotiladigan menimcha 4 mingtalik. 2,5 mingtalikka Chempionlar Ligasidan bor. Xo'p, 3 mingtalik La Ligadan bor. La Ligadan ochib ko'raylik. Hech ochmadik mana shuni. Qani bir omadimiz kelib qolar balki. Ketdik. Ekstra time'dan ko'proq o'yinchi kutgandim do'stlar. To'g'risi. Qani La Ligadan ketdik. To'xtab tur. Kim bu? Qotmay tur. Xo'sh. Ispaniya albatta. Lig'i. Valenciami bu? Ayozi Peris deganlari tushdi. Ayozi Peris. Ayozi Peris qani? Prizonich boshlanishi. Ukam zaxiradan ham tushmaysan sen, o'ylama. Umuman tarkibga kirmaysan, yo'qsan yarochi. Rafinha tushsa bo'lmasmidi, ha? Pakimiz qolmadimi xullas? Xullas qolmadi. Do'stlar, videoga like bosish va obuna bo'lish esdan chiqmasin. Keyingi videoda albatta zo'r open paklar kutmoqda. Hammaga rahmat.